Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizda Toshkent, Moskva, Chepaksal, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da. Undan tashqari Toshkent, Kazan, Nabrijniy, Chili, Nijniy, Kamskiy, Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha esa seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da Primoy Toshkent avtovokzalidan jo'nab ketadi avtobuslarimiz. Sizga ham xuddi shunday ishonchli raqamlar kerak bo'lsa yoki onlayn biletlaringizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarimizga bog'laning, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Telegram, YouTube, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishin yozin ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Hozirda avtobusimizning posадка jarayonlari amalga oshirilmoqda. Sizga ham xuddi shunday avtobuslarda komfort manzilingizga yetib olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bog'laning. Biz sizni kutib qolamiz. Hozir sezon boshlanganligi sababli bizda biletlar soni cheklangan. Shoshiling, tanlovda adashmang.